O'zbekistondan uyimga kelishim bilan eshigim oldida juda ham ko'p kargolar bor. Ichida nima bor, nima yo'qligini men ham aniq bilmayman. Qaranglar, qanaqa asalni. Shunaqa juda ham yaxshi ko'raman shunaqa narsalarni. Qaranglar, mushukchalari bor, hayvonchalari. Давайте ko'ramiz. Kengisi ham juda ham asal. Tapchika, qaranglar, menda buni oq variantidan bor. Endi pishdi. Getlin. Qaranglar, yana nima zakaz qilibman. Mana shunaqa bandikchali sakolkalar. Ikki xilidan bor. Oq va pushti. Chiroyli menimcha. Bittasi bor futbolka shortik, tunda kiyib uxlashim uchun. Bittasi esa mana shunaqa xalat. Uzun xalat. Mana shunaqa xalat zakaz qildim. Men internetda ko'rdim. Instagramda ko'rdim adashmasam. Bu yoqni qaranglar. Massaj qiladi. Короче, mana shunaqa qilib massaj qilganini ko'rdim. Qiziqib oldim, qilib ko'ramiz. Va mana shunaqa kapalelar zakaz qilgan ekanman. Buni yuzim uchun oldim. Sariq gel tirnog'im uchun. Xo'sh, hozir esa shular ikkinchi qismda men yaxshi ko'radigan, men xohlayotgan narsani raspakovkasi bo'ladi. Hammaga xayr.